Endi ko'rmaysizmi, ko'rgilayaganda endi bozor bilan bitta boyvachchaning bolasini urib qo'ydi qiziqishda. Yo 50 ming dollar berasan, yo qamataman deyapti. O'shanga xayrlashgan keldi, qamoqqa kirib ketishdi oldin. Yo'q, uni demaylar. Sizlar qamalib ketishlarga yo'l qo'ymayman. 50 ming yo'q, lekin mana shu uyni sotib tursak bo'ladi. Va mana shu eng muqobil variant, sotish kerak uyni haqiqatan. Men qaysi biringlarga turaman? Yo endi avgust sentyabrgacha nima qilib turing? Keyin yaxshi bo'lib ketadi. Hayli qizlarim baxtli bo'lsa bo'ldi. Bu klient kiraversinmi, kagra sotib qo'ydim-da. Ha, chaqiring. Ludmila aka kiravering. Okey, bro, hozir keldim Amerikadan. Da. Hozir to'xta, telefon qilaman. Qaynota, nima bo'ldi sizga? Ha? Kim bu ahvolga soldi sizni? Ya, bo'l. Hozir